Bugun o'z otamni so'nggi manzilga kuzatib qo'ygandek bo'shashib qoldim. Iztirob sig'mayin ko'zga, ko'ngilga, bag'rini kuydirib qog'ozga soldim. Bo'ynimda zil zambil yukka aylanib, hayhot ezayotir mungli hasratim. Bunda dillar qolur dardga boylanib, abad manzil sari ketar hazratim, ketar hazratim, ketar hazratim. Qabriston oxirat yo'lining boshi, tabarruk insonni kutayotir jim. Tug'ilishga ba'zan yo'g'u iloji, o'limdan benasib qolmaydi hech kim. Qo'llarda tobutmas dunyo chayqalar, yig'lar yupatganga boqmaydi xiyo. Ma'yuslanib anbar ortidan qarar yuragin yo'qotgan o'rta Osiyo. Turkiston bemadol, behol, bemajol, Toshkent bergisi yo'q baxt quyoshini, Andijon ne etib yupatar savol shayx tashlab ketgan buloq boshini. Qalbdan chiqib kelib g'amlanib chopib, istirjo jahonga havoday to'ldi. Ustoz kitoblarini qidirib topib ko'proq o'qimoqning fursati bo'ldi. 3 kunlik oy kabi yorishib yonib, tafsiri hilollar sochayotir nur, hadis sharhlaridan hayot quvonib, toki o'lgunicha yashaydi masrur. Nabiy merosxo'rin meroslaridan sayqallanib borar ongi shuurimiz, oshib boraverar o'qib baridan tasavvuf haqida tasavvurimiz. Bitiklarni ko'zga to'tiyo bilib, kuchlar topa olsak yuzga surgani, barini o'rganib amallar qilib shoyatki taqvodor bo'lsaydik qani. Millatga hayot baxsh, fidoi ko'mak, olim o'lsa agar o'larkan olam, men ham shu olamning zarrasi demak haqiqatki, o'libman men ham. Xotira ehtirom beshigidir chin, yodlar yoritgaydir yurak oynasin, eslaganda har dam duolarda til, ul zotni Robbimiz rahmat aylasin. Ul zotni Robbimiz rahmat aylasin.